Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Centrum Holidays tur firmasining Marg'ilon rasmiy filialiga kelganmiz. Dekabr oyiga umra narxlari, tariflari bo'yicha Nodir akamdan bir qator suhbat qilamiz. Inshaalloh hammamizga manfaatli bo'ladi. Nodirbek aka, bir qancha savollarimiz bor umra masalasi bo'yicha sizga. Inshaalloh dekabr oyiga qabullar sizlarda qaysi haftaning qaysi kunlariga bor? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, dekabr oyiga Farg'onadan Jidda yo'nalish bo'ladi. Sanalarimiz 2-chi, 9-chi, 16-chi, 23-chi, 30-chi dekabrga Farg'ona Jidda to'g'ridan-to'g'ri o'sha yo'nalish, xudo xolasa. Demak, haftani har seshanba kunlari Farg'ona Jiddaga ekan. Xudo xolasa. Endi Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha o'sha to'g'ridan-to'g'ri 10-chi, 17-chi, 24-chi dekabrga bor, xudo xolasa. Bu shanba kuniga to'g'ri kelyapti. Shanba kuni. Haftani har seshanba kuni Farg'ona Jidda, har shanba kuni Farg'ona Madina. Juda yaxshi. Namangan, Toshkentdan ham reyslaring bor. Xo'p, Toshkent, Madina to'g'ridan-to'g'ri reys bo'ladi. Xudo xolasa, bu sanalarimiz o'sha 6-chi, 20-chi, 27-chi dekabrda inshaalloh, xudo xolasa. Namangandan ham reyslarimiz qo'yilgan. Namangan, Jidda to'g'ridan-to'g'ri o'sha reys bo'ladi. Sanalarimiz bunda 7-chi, 14-chi, 21-chi, 28-chi dekabrda reyslar bor Namangan, Jidda yo'nalishi, xudo xolasa. Rahmat Nodir aka, sanalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi tariflar haqida ozgina tushuncha berib yuborsangiz, qanaqa qulayliklari bor? Qolgan travellardan qanaqa nimalari bilan, qulayliklari bilan ajralib turadi? Bonuslarga qanaqa bonuslar bor? Xo'p, tariflar haqida ma'lumot bersak, bunda to'liq o'zi aviachipta bo'ladi. Borish kelish biletlari, xudo xolasa, rasmiy umra vizasi 1 yillik. Keyin o'sha tajribali 50 boshlarimiz o'zlari birgalikda ketib, birgalikda kelishadi. Haqida ham o'sha 14 kunlik safarda birga nazoratda bo'linadi, xudo xolasa. 14 kun. O'sha Madinada, Makkadagi barcha mehmonxonalar o'sha sentralniy bo'ladi. 2 ta haramga yaqin. Madinada endi sentralniy mehmonxona 200-300 metr atrofida. Makkadagi mehmonxonamiz Ka'bani hisoblaganingizda 1 kilometr 702 kilometrga bormaydi, o'sha kilometrga yaqin. Endi Ajiyat ko'chada bo'ladi. Ajiyat ko'chadagi o'sha mehmonxona soatdan hisoblaganingizda 1 kilometr 100 chiqadi, xudo xolasa. 2-3 mahaldan o'zimizning milliy taomlar bo'ladi. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal bo'ladi. O'zbek taomlari bo'ladi. O'zbek milliy taomlar, xudo xolasa. Taomlar bo'lganda ham mazali, yaxshi, ibodatga quvvat bo'ladigan taomlar. Xudo xolasa. Markaziy o'sha 4 yulduzli mehmonxonalarda, xudo xolasa, yaxshi holatda, chiroyli holatda ibodat, ziyorat qilib kelishadi. Nodir aka, hozir ko'p holatlarda ziyoratchilar borishgandan keyin bu yerda O'zbekistondan ketib olishyapti-da, lekin yerga borgandan keyin 3-4 kun yo 5 kun yo 1 hafta qolib ketib qolishyapti. Kelisha olmayapti va yaqinlari ham diqqat bo'lib, ziyoratchilarga ham noqulaylik tug'diryapti. Endi siz ishlayotgan Centrum Holidays'da aviakompaniyalari qanaqa, sharoitlari qanaqa, vaqtida borib, vaqtida keladi, shu haqida ma'lumot bersangiz. Xudo xolasa, o'zimizda Centrum Air samolyotlar bo'ladi, xudo xolasa. Bortlari ham kengina, o'sha ziyoratchilarga, xudo xolasa, o'sha samolyotda ham o'zimizning milliy taomlar, shirinliklar, sharbatlar beriladi. Qulayliklar shunda. Erta o'sha borish kelish bileti aniq bo'ladi, kunigacha, xudo xolasa, qiyinchilik bo'lmaydi inshaalloh. Xudo xolasa vaqtida borib, vaqtida kelishadi. Vaqtida o'sha vaqtida ketishyapti, aytgan kunimiz, keyin vaqtida qaytishyapti. Shunaqa. Nodir aka, yana bir savol. Siz aytayotgan Centrum Holidays umra firmasi qanchalik ishonchli? Bemalol ziyoratchilar sizlarga ishonsa bo'ladimi? Shu haqida ham tushuncha berib yuborsangiz. Xo'p, albatta bizda o'sha davlat tomonidan berilgan litsenziyamiz bor mana. 0014 raqamli litsenziya orqali ishlaymiz. O'sha 14 ta tur firmaga berilgan, o'sha 14 ta turning ichida biz bormiz. Xudo xolasa, Centrum Holidays firmasi. Albatta ishonchli. Keyin biz ziyoratchilarga shu ehrom beramiz, bonus sifatida. Ehrom, kamzal, nimcha, keyin bejiklar. Shunga o'xshagan narsalar bor, xudo xolasa, ishonchli. Tushunarli. Demak, bemalol sizga ishonsa bo'ladi. Rasmiy litsenziyaga egasiz, o'sha diniy qo'mita tomonidan berilgan. Xudo xolasa, ziyoratchilarimiz qo'rqmasdan sizga kelib pasportlarni topshirishi. Asosan qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? Xo'p, asosan endi Zagrant qizil pasport bo'ladi. Shu kerak bo'ladi xolos.
Zagram pasportini olib kelsa, inshaalloh shartnoma qilib. Shartnoma qilinadi. To'lov masalalari-chi? To'lov masalalari endi o'sha bank orqali shot raqam beramiz, bank orqali to'lasa ham bo'ladi. Keyin ofisimizga kelib, shu Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi o'sha 692-xonadonga kelib, o'sha shartnoma qilsa ham bo'ladi, ofisimizga kelib. Bemalol to'lov kvitansiyalarni olib, kvitansiya qilib chiqarib beramiz, xudo xohlasa. Ularga ancha ishonchli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Inshaalloh ziyoratchilarimiz ham ancha xursand bo'lishadi. O'sha ota-onalarni, yaqinlarini yuboradiganlar bemalol sizga murojaat qilsa bo'lar ekan. Albatta. Sizga murojaat qilish uchun qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilish kerak? O'shalarni ham aytib o'tsangiz. O'sha bizga murojaat qilishingiz uchun o'sha ekrandagi pastga raqamga qo'yib qo'yapmiz. Operatorlarimizga bog'lansangiz, qanaqa savollaringiz bo'lsa, bog'lanib bemalol savolingizga javob olishingiz mumkin. Keyin o'sha o'zingiz joyingizni band qilmoqchi bo'lsangiz, operatorlarimiz o'sha nomerda bo'lishadi. Bog'lanib bemalol joylar band qilsalaring bo'ladi, xudo xohlasa. Rahmat Nodir aka. Keyin masalan ota-onasini yuborayotgan bir xilga ziyoratchilar bo'ladi. Madinada ham, Makkada ham alohida xonada joylashsin. Hozir siz aytayotgan tarif adashmasam 4 kishilik joylashuvda bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, standart. Standart 4 kishilik joylashuv bo'ladi. Masalan 3 kishilik joylashuv yoki 2 kishilik joylashuv, shunaqa qo'shimcha xizmatlar ham bormi? Albatta, endi bizga murojaat qilib, shunaqa ota-ona o'zlari ketishyapti, alohida yotoqxona, o'sha mehmonxonadan joy ajratib beralasizmi deysa, albatta tashkillab beramiz chiroyli holatda. Bemalol murojaat qilishaveradi, xudo xohlasa. Juda yaxshi. Katta rahmat Nodir aka. Xudo xohlasa yaqinlarimizga tavsiya qilamiz. Centrum Holidays Farg'ona filialini. Asosan vodiyliklarga eng ishonchli firma ekan. Albatta, xudo xohlasa. Inshaalloh chiroyli holatda ziyoratlarni tashkillab bersangiz, qolgan obunachilarimiz ham kelib, xursand bo'lib yana yozdirishadi. Xudo xohlasa. Sog' bo'ling aka, xudo xohlasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.